Bu g'alaba shunchalik kutilmagan ediki, jangchi oktagondan sakrab chiqdi va muxlislari bilan bayram qilish uchun arenaning yoniga yugurib ketdi. Sharhlovchilar hayajonda va hayrat ichida edi, chunki bu jangda favorit deb hisoblangan pushkali zarbalari bilan tanilgan eronlik Benil Dariush edi. U avval ham bir necha bor yosh va g'alabaga chanqoq jangchilarga qarshi jang qilgan, shuning uchun tajriba u tarafda edi. Uni navbatdagi raqibi Arman Tsarukyan yosh, shijoatli va chempionlik orzusidagi jangchi. Ushbu to'qnashuv barcha uchun yuqori darajada va qattiq raqobatli jang bo'lishi kerak edi, chunki g'olibga chempionlik poygasi uchun imkon beriladi. UFC tituli uchun haqiqiy yo'lovchilardi. Jang ehtiyotkorlik bilan boshlandi. Dariush markazni egallashga urinardi, ammo ortidan eng kutilmagan voqea yuz berdi. Faqat 1 daqiqa o'tib, Arman ilk zarbalarda yo'q tizzasini ishga soldi. Shundan so'ng o'ng qo'li bilan kuchli zarba uzatdi. Bu zarbani qabul qilgan Dariush kanvasga yiqildi. Arena portladi. Tsarukyan g'alabasini to'sib bo'lmas hissiyotlar bilan nishonlab, oktagondan chiqib ketdi. Do'stlar, kanalimizga Arman Tsarukyanning muxlislari bormi? Yozib qoldiring.